Tushunmadim. Kim baqiryapti? Yarim kechasi. Sho'mayo, kim chaqiryapti mani? Xo'p, hammaga salom, sizlar bilan men Kompot. Mani yangigina videomga xush kelibsizlar. Tak oz ko'raychi. Tashqarida nimadir ovoz kelyapti. Alo, kim bu? Alo, javob beringlar, mani kim chaqirdi? Alo deyapman. Qishloq. Tak. Kim mani chaqirdi ekan? Alo deyapman. Alo, javob beringlar. Iya? Kitob? Qani? Help me. Meni qutqaringlar. Yo-mayo. Kim meni qutqaringlar deyapti endi bu yerda? Tak, stop. Tak. Kim aytgan bo'lishi mumkin bu narsani? Qani, hech kim yo'q-ku atrofda. Yordam beringlar, deyapti. Hech kim yo'q. Tak, kim bu deyapman. Tak, qani, hech kim javob bermayapti hozircha. No, obunachilar kimdir meni shu yerga chaqirgan bo'ldi. Men turdim keyin. Mayli. Yo-mayo. Qaranglar. Yo-mayo, obunachilar mani. Tak. Ertalab ham bo'libdi. Xo'p, endi men o'z ishimni davom ettiraman. Shu polizga qarayman. U kechagi narsani o'qiychi, javob beribdimikan? Yo-mayo. Mayli, kerak emas bu hozir. No. Tak. Kim ekan o'sha kecha meni chaqirgan? Tushunmadim. Tak. Tak. Tushunmadim obunachilar. Nimalar bo'lyapti? Sho'mayo, obunachilar nimalar bo'lyapti ekan? Xo'p, what the fuck? Obunachilar, hozir men tushunishim bo'yicha qaysidir jitel menga prank qilyaptimi yoki-da kimdir meni chaqiryaptimi qutqarish uchun? Tushunmadim. Qiziq, obunachilar. Sho'mayo, chinursin. Palakat. Maqsam bo'laydi ekan, qani? Qo'shnim uydamkan. Yo'mayo. Qon bor ekan obunachilar. Sho'mayo. What the fuck? Sandiqda ham qon. Qurollar nima qilyapti bu yerda? Ana olib ko'raman. Ana bularni olib ko'raman. Qurollar. What the fuck? Sho'mayo, obunachilar bularni solib qo'yamiz. Qon. Qo'shnim uyida. Sho'mayo. Bularni o'chiramiz. Hozir qaranglar, o'chiramiz bularni. Tak. Xo'p. Tak, solib qo'yamiz, uni kerak emas bizga. Xo'p, buni yopamiz va polizimga qarayman. Sho'mayo. Obunachilar, what the fuck? Nimaga hozir sizlarga men kreativdaman desanglar, agar kreativdaman desanglar, men chunki kechagina admindan kreativ olganman, o'shaning uchun bugun ham kreativdaman. Tak, 2-3 kunlik olganman o'zi. $2 tushgan menga 2-3 kunlik kreativ olish admindan. Shunga kerakda, короче. O'sha narsaga kerak. Hozir o'shaning uchun men $200-300 admindan 2-3 kunlik kreativ olganman. O'zi bir kun $100 tushadi. O'shaning uchun men 3 kunlikami $300 xarid qilganman admindan. Kreativ. Mayli, obunachilar, mayli. Tak. Yaxshi, hozircha ana. Xo'p, nima bo'ldi? Mayli, xo'p, endi maqsamagan obunachilar. Men hayron qolyapman. O'sha javob berdimikan? Yo'q-mayo, javob beribdi. Bu kim bo'ldi ekan? Lekin hozir men uncha ruschani tushunmayman-da, obunachilar, ruschani. Buni tarjima qilish kerak. Неважно, твоя жизнь теперь
Изменистион, если ты что shunaqa короче, mazza fazida yozilganda короче bilmayman. Uncha tushunmayman ruschani. Shunaqa. Короче hozir nima qilsam bo'ladi ekan obunachilar tag hozir uyga kiraylik. Yo'q. Qon yo Jitel. Nimaga o'ldingsan ey Jitel? Yo'q. What the fuck? Yo'q. Sen aytganing help me deb. Yo'q, buni o'chirish kerak emas bular. Yo'q. Voy, palakiya jin ursin. Nima bo'lyapti bizning qishlog'imizda? Qishloqqa bilet. Qishloqni o'ldirishdi. Kapot qaraqa qishloqqa. Bilmaysan desam ukam. Qaraqa qishloqqa o'chidi. Men jinni deyapsam, tushunmadi u. Ha, mayli, kerak emas-da. Yo'q, buni voy, sasigan qonini qaranglar. Sho'mayo Jitel, yaxshi Jitel eding. Lekin o'zi taniyman buni. Ay Jitel, lekin yaxshi Jitel eding. deb yig'lashim kerakmi obunachilar? Men yig'lamayman. Kerak emas. Hozir bu yerda nimaga o'ldi bu? Qanday o'ldi obunachilar? Tasavvur qilishchi. Nimaga o'ldi ekan bu? Qanday qilib bro obunachilar qanday o'ldi? Короче, sizlar videoga like bosinglar, kanalga obuna o'qinglar. Tezroq, короче, bu video ham 200 ta like dan oshib, yangi video chiqadi. Tak, yaxshi hozircha. Sandig'iga qo'yib qo'yamiz bu narsani. Xo'p, hozir buni ochamiz, yopamiz. Jitel, o'zim boqqan bol. O'zim boqqan bol o'lib qoldi. deb yig'lamayman obunachilar. Hozir sandiqning ichida nima bo'lsa qo'yamiz bularni. Panika qilmaymiz. Buni bir narsa qilib ketkazish kerak. Bilmadim hozircha nima qilish ham. Xayr, obunachilar, mana tun tushibdi. Qaranglar obunachilar, ana o'zi kim? Sho'mayo. Qurolim olmasam bo'lmayapti. Obunachilar juda ham qo'rqyapman. Hozir men bu kim o'ldirganligiga bilish uchun tashqariga chiqaman. Davay, menga xarita qoldiribdi. Mana. Davay. Mana shu yerga kelsang, короче, idi meni, короче, shunaqada borish kerak. Mana shu ko'rsatilgan xarita bo'yicha. Bormasam bo'lmaydi obunachilar. Borishim kerak. Mana shu yerda to'g'rida, hozir men fakkel kerak, fakkel. Mayli obunachilar. Xo'p.